Kim Alloh taoloning ma'rifatidan va uning kamolidan ulush nasibi olsa, o'zini yonidagi odamlardan oliyroq martabada bo'ladi. Alloh taoloning ism sifatlaridan, Alloh taoloning ma'rifatidan ko'proq nasibi olgan odam boshqalardan ko'ra martabasi balandroq bo'ladi. Astagfirullah. Va ma yulaqqaha illa allazina sabaru va ma yulaqqaha illa zu hazzin azim. Bu narsaga, bu ulush nasibaga faqat sabr toqatli zotlargina erishadilar. Bu narsaga faqat ulug' nasiba egasi erishadi. Demak, hazzun azim, ulug' nasiba deyilyapti. Ana shu nasibadan qancha ko'p bo'lsa, shuncha martabasi ulug' bo'ladi. Vallohu indahu ajrun azim. Alloh taoloning huzurida buyuk ajr bor. Allohni tanigan inson ana shu buyuk ajrga ega bo'laman deydi, xayrli ishlarni qilaveradi. Uni birov bu ishi uchun maqtasa ham qilaveradi, maqtamasa ham qilaveradi. Uni bu qilgan yaxshi ish uchun odamlar minnatdorchilik bildirib mukofotlasa ham qilaveradi, hech kim qadriga yetmasa ham qilaveradi. Chunki u Allohga iymon keltirgan mu'min. Ammo kofirlar bo'lsa, qilgan ishiga mukofot olmasa hech narsa qilmaydi. Allohni tanimagan odam albatta qilgan ishiga mukofot olishligi kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Iza ra'ayta shuhhan muta'an wa hawa muttaba'an wa dunya mu'saratan wa ijabu kulli dira'in bi ra'yihi fa alayka bi nafsika." Agar baxillik g'olib kelayotgan bo'lsa, havoyi nafsga itoat qilinayotgan bo'lsa, dunyo oxiratdan muqaddam qo'yilayotgan bo'lsa va hamma o'zini fikri bilan qanoatlanib qoladigan bo'lsa, o'zing bilan ovora bo'lgin. Ya'ni odamlarni mana shu haqqa chaqirsang, dinni xizmatiga, ummatning xizmatiga da'vat qilsang, e'tibor qilmasa, har kim o'zini nafsi bilan, o'zini foydasi bilan ovora bo'lib qolsa, odamlar amri ma'rufga, nahi munkarga quloq solmay qo'ysa, unda o'zing bilan ovora bo'laver. Chunki oxir zamonga borganda birodarlar, mana shu baxillik, havoyi nafsga qullik, moddaparastlik, har kim o'zini fikri bilan qanoatlanib qolishligi keng yoyilib ketadigan kasalliklardan bo'ladi. Insonga ato qilingan eng ulug' ne'mat nima? Sog'likmi? Boylikmi? Tinchlikmi? Farzandlarmi? Ha, biz aytib o'tgan bu narsalarda Alloh taolo musulmonga ham kofirga ham beravergan. Demak, bu narsalar eng ulug' narsalar emas. Inson zotiga bu dunyoda beriladigan eng ulug' narsa bu Alloh taoloning ma'rifati, Alloh taoloni tanish va unga itoatda bo'lish. Tanish va itoatda bo'lishlik. Vallohu indahu ajrun azim. Allohning huzurida buyuk ajr bor. Mana shu o'rinda ozgina mulohaza qilish kerak. Otasi oddiy bir ishchi bo'lgan bola, 6 yashar bola aytayaptiki, menda ko'p pul bor deyapti. Menda katta pul bor deyapti. Endi mana shu katta pul degan so'zni rivojlangan, taraqqiy topgan katta bir mamlakatni prezidenti aytdi. Iqtisodimizni yana ham rivojlantirgani katta mablag' to'plab qo'ydi dedi. 6 yashar bola ham aytayapti katta mablag' deb. Katta mamlakatning prezidenti ham aytayapti katta mablag' deb. Qancha farq bor bu ikkala pulning o'rtasida? Haliga yosh bolani ko'zida 500 so'm ham katta pul. 1000 so'm ham katta pul. 5000 so'm ham katta pul. Endi boyaga prezident aytgan katta puli qanaqa pul bo'ladi? Milliardlagan dollar bo'larmikan? Endi Alloh aytayapti. Allohning huzurida buyuk ajr bor deyapti. İnsanlar buyuk ajr deganda bu insonchasiga tasavvur qilinadi, insonlarning tasavvuri bilan o'lchanadi. Endi Alloh taolo aytayotgan bo'lsa-chi? Shuning uchun birodarlar, esimizdan chiqmasin. Bu dunyodagi eng katta berilgan, inson zotiga beriladigan eng katta narsa nima ekan? Allohni tanish va unga itoatda bo'lishlik. Alloh taoloning ism va sifatlarini bilishingiz, uni rahmatidan xabardor bo'lishingiz, halimligini bilishingiz, saxovatini bilishingiz, boyligini, quvvatini bilishingiz,
Albatta bu ulug' ato, ulug' ne'mat. Hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun. Bilgan zotlar bilan bilmagan kimsalar barobar bo'lurmi? Allohni tanigan odam bilan Allohni tanimagan odam hech qachon teng bo'lmaydi. Birodarlar, eng katta ato, eng katta in'om Allohni tanishlik va unga itoatda turishingiz. Mana shu odam yutdi hayotda, mana shu odam yutkizdi hayotda degan gap bor. Yutdi shu odam deydi. Nima bilan yutdi? O'sha paytda chek olib qo'ygan edi. O'sha paytda gugut olib qo'ygan edi puliga. O'sha paytda mana qarang, yutdi deyotganimizda dunyo matohi qo'liga kattaroq kelib qolsa yutdi deyapmiz. Endi aytyapmizki, shu odam yutkizdi, chunki o'sha paytda sotib olgandi shu cheklarini deydi. O'sha paytda mana qilmagan edi. Biz yutdi, yutkizdi deyotganimizda insonlar dunyo matohidan kechib turib aytamiz. Mashin yutdi deydi. Las Vegasga borib turib avtomatda bitta tortuvdi deydi haligi. Igro avtomatda jackpotni yutib oldi deydi. 276 million dollarni yutdi deydi. Bizni ko'zimizda o'sha 276 million dollarni yutdi-da bu odam. Endi sizni nazaringizda u chakana pulmi endi o'lang u, katta pulda. Endi buni bu yerga faqat hayoti shikolatda bo'lish kerakmi? Yo'q. Hozir aytyapmiz-ku, insonlar yutdi deganda insoniy o'lchov tushunchasi bilan yutdi deyapti. Lekin shariatda o'lchov bilan aytsa nima edi? Yutdimi bu rostdan? Bu harom edi bu. Bu qimordi puli edi. Qancha odamlarning qaqshati olib to'plangan pul edi. Bo'ldi, endi umrining oxiriga yo'q. Shuning uchun birodarlar, yutdi, yutkizdi degan paytda odamlar qo'ygan o'lchov tushuncha bilan o'lchamaylik kim yutgan, yutkizganligini. Alloh taolo aytayapti. Mana kim yutdi, kim yutkizdi. Hadis qudusda aytiladi. Alloh taolo aytadi. Ibn Adam, utulubni tajidni. Ey odam bolasi, meni qidir, meni izla, topasan. Fa iza wajadtani wajadta kull shay. Agar meni topsang, hamma narsani topding. Meni topsang, yutding. Kim aytayapti yutding deb? Agar meni topa olmasang, hech narsani topmading. Agar meni topmagan bo'lsang, yutkizding. Va ana habbu ilayka min kulli shay. Men sen uchun hamma narsadan ko'ra suyukliroqman. Kim yutibdi? Allohni topgan yutibdi. Allohni tanigan yutibdi. Allohga itoatda bo'lgan yutibdi. Tanidingiz, topdingiz, itoatda bo'ldingiz, keyin yutdingiz. Bir rolik ko'rib qoldim. Shu motivatsiya qiladigan odamlarga mana motivatsiya qiladigan bir motivator chiqib turib, qo'lida arqon turibdi. Arqonni tasavvur qiling. Juda ham uzun arqon, so'dirab sahnani u yog'iga olib chiqib ketishibdi. Sahnani ichida ushlab turibdi hali odam arqonni. 10 santimetrlik izolenta o'rab qo'yibdi. Ko'k izolenta o'rab qo'yibdi. Arqon chiqib ketgan sahnadan tashqariga. Endi tasavvur qilinglar, mana hayot mana ipga o'xshasin deyapti. Bu ipni cheki yo'q deyapti. Mana bu izolenta baylangan 10 santimetr qismi dunyo hayoti. Qolgani oxirat deyapti. Yigitlar, ana shu 10 santimetrlik izolentaga aldanib qolmaylik. Chunki yutdi deb kim aytayapti? Alloh. Allohni tanigan, topgan va unga itoatda bo'lgan. Mo'min odamning ulug'ligi Allohni tanishi bilan bo'ladi. Allohning ulug'ligi mo'minning qalbini to'ldirib turadi. Ammo mo'min bo'lmaganlarning qalbi dunyo bilan to'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man qala hina yusbihu subhanallohil azim va bihamdihi 100 marratin va idza amsa kadhalika lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdala mimma ja'a bih." Akhrajahu Buxoriy va Muslim. Rasululloh aytibdilar: kim tong ottirganda 100 marta subhanallohil azim va bihamdihi desa, kechki payt ham xuddi shu so'zni 100 marta aytadigan bo'lsa, u keltirgan narsadan ko'ra afzalroq narsani qiyomat kunida hech kim keltira olmagan bo'ladi. Mana shu kalimani kim aytadigan bo'lsa, qiyomat kunida bironta kimsa u keltirganchalik narsani keltira olmagan bo'ladi. Nima bilan? Kalima bilan.
Allohni tanimagan kofirlarning qalbi dunyo bilan to'ladi. Ular mana shu dunyo uchun hamma narsaga tayyor turishadi. Aytishadiki, dunyoda bor yo'q bir marta yashaymiz deydi. Shuning uchun o'ynab, kulib, maishat qilib olishlik kerak deydi. Aslida hayot shunaqami? Yo'q. Bular yutdimi? Yo'q, yutkizdi bular. Alloh taolo nima deydi? Ya'lamuna zohiran minal hayatid dunya. Bunaqalar Allohni tanimaganlar. Dunyo hayotini zohirinigina bilishadi, ustunlikla bilishadi. Shuning uchun Allohni tanigan mu'min bilan tanimagan kofir o'rtasida katta farq bor. Bularning o'rtasida, ikkisining o'rtasida osmon bilan yerchalik farq bor. Allohga yo'liqishga tayyorgarlik ko'rishi insonning ulug'ligiga dalolat qiladi. Inson bu dunyoga keldi o'zini ixtiyorisiz. Dunyoga inson o'zini ixtiyoridan tashqari keldi, endi ixtiyori bilan yashaydi. Ammo dunyodan chiqib ketayotganda ixtiyor bo'lmaydi. Ixtiyorsiz keldingiz, ixtiyorsiz chiqib ketasiz, lekin ixtiyor bilan yashaysiz. Mana shu dunyoda shu chiqib ketishlikka tayyorgarlik ko'rgan inson haqiqiy aqlli inson bo'ladi. Alloh taolo aytadi Qur'onda, astagfirullah, va ma qadarulloha haqqa qadrihi. Ular Allohni to'g'ri taniy olmadilar. Odamlar Allohni to'g'ri taniy olmadilar. Ammo mu'minlar to'g'ri taniydi. Dunyoga kelishing uni ixtiyori bilan edi. Erkak ayol bo'lishing uni ixtiyori bilan edi. Hayotingdagi kengchilik, to'g'rilik uni qo'lida edi. Musibatlarni keltirish yoki qaytarish uni qo'lida edi. Hamma narsa uni qo'lida edi. Sen Allohni taniding. Demak sen yutding. Demak sen yutding. Alloh taolo siz bilan bizni ibodat qilishga buyurishdan avval qalbimizni xotirjam qilib qo'ygan. Ilayhi yurja'ul amru kulluhu. Hamma ish Alloh taologa qaytadi. Shuning uchun sen ibodatingni qil, tavakkal qil. E'tibor beryapsizmi? Ibodat qil, tavakkal qil deyishdan avval nima deyapti? Hamma ish meni qo'limda deyapti. Tanidingizmi? Yutdingiz. Insonni g'aflatda qolishligi bu uchun katta musibat hisoblanadi. Ana shu g'aflatda qolmaslik uchun as-subuh bo'lgan Robbimizni doim zikr qilib turishimiz kerak bo'ladi. Eng katta musibat insonning g'ofil bo'lishi. Eng baxtsiz inson Allohning zikridan g'ofil bo'lgan inson. Robbimiz as-subuh bo'lgan zot. As-subuh degani har qanday aybdan pok. Insonni dunyoda saodat topishligi birodarlar Allohning zikri bilan bo'ladi. Astagfirullah. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Kim mening eslatmamdan deydi Alloh taolo yuz o'girsa, Allohni zikr qilishidan, Allohning Qur'onidan yuz o'girsa, fa inna lahu ma'ishatan donka. Bas unga tang hayot bo'ladi. Aytdi-ku, odamlar yutdi deyapti. Odamlar yutkizdi deyapti. Bu insoniy o'lchov bilan. Lekin Alloh aytayapti, kim yutgan, kim yutkizgan haqiqiy. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, albatta u uchun tang hayot bo'ladi, ya'ni baxtsiz hayot bo'ladi. U dunyosi bo'lsa bo'lmasa farqi yo'q. Erkak ayol farqi yo'q. Qaysi zamonda yashadi farqi yo'q. Allohni tanimadi, Allohni eslatmasdan yuz o'girdimi? Nima bo'ladi bu inson? Albatta xor bo'ladi. Albatta tang hayotga uchraydi. Buni kim aytayapti? Robbil alamin bo'lgan as-subuh Alloh taolo. Demak inson as-subuh bo'lgan Robbisini zikr qilib, maloikalardan ham oliyroq maqomda bo'lishi mumkin. Yoki Robbisidan g'ofil bo'lib, kofir bo'lib, hayvonlardan tubanroq holatga tushib qolishi mumkin. Birodarlar, inson unda aql bor, shahvat bor. Ikkalasi bor. Farishtalarda aql bor, shahvat yo'q. Hayvonlarda shahvat bor, aqli yo'q. Inson aqli shahvatidan ustun kelsa, maloikalardan ham balandroq maqomga ko'tariladi. Agar aqli shahvatidan past kelsa, shahvati aqlidan ustun kelsa, hayvondan ko'ra tubanroq holatga tushib qoladi. Astagfirullah. Innal ladina amanu va amilus solihati ulayka hum khayrul bariyya. Ana shu shahvatini aqli yengan, aqli shahvatidan ustun bo'lgan insonlar, mu'minlar,
Alloh aytayapti, albatta iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlar ana o'shalar yaralmish jonli zotlarning eng yaxshisidir. Aqlingiz shahvatingizdan ustun kelsa, eng yaxshi jon zotsiz, Alloh aytayapti. Endi kofirlarchi? Aqllaridan ko'ra shahvat ustun keldi. Ular haqida Alloh nima deydi? Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya. Albatta ahli kitobdan va mushriklardan bo'lgan kofir kimsalar jahannam o'tida bo'lib, o'sha joyda ular mangu qolurlar. Ana o'shalar eng yomon maxluqdirlar. Birodalar, agar insonning aqli shahvatidan ustun kelsa, maloikalardan oliy maqomda bo'ladi. Agar shahvati aqlidan ustun keladigan bo'lsa, hayvonlardan ko'ra tubanroq holatga tushib qoladi. Koinot haqida tafakkur qilish insonni Alloh taologa tasbih aytishlikka olib boradi. Borliq haqida tafakkur qilar ekan, aqlini ishlatar ekan, Qur'onda buyurilganidek maxluqotlar haqida fikr yuritar ekan, uning bu fikr yuritishligi Allohni ulug'lashlikka, subhanalloh deyishiga olib boradi. Insonni tasbihga yetaydigan ishonchli yo'l mana shu bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Tafakkaru fi maxluqatillah va la tafakkaru fi zatihi fatahlaku." Allohning maxluqotlari haqida fikr yuritinglar, Allohning zoti haqida emas. Aks holda halokatga uchraysizlar. Allohning zoti haqida fikr qilib bo'lmaydi. O'tgan darsimizda aytdik, Allohning zoti qanday ekanligini sizni aqlingiz idrok qila olmaydi. Allohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing, Allohning zotini idrok qilishing dedik. Shuning uchun inson har qancha aqli kuchli bo'lmasin, har qancha bilimi katta bo'lmasin, Allohning zoti qanaqa ekanligini idrok qilishlikka quvvati yetmaydi. Lekin maxluqotlar haqida ancha ko'p fikr qilsang, shunchalar bu ishda yuksalsang, Alloh taoloning azamatini shunchalar yaxshiroq bilasan. Shuning uchun Allohdan Allohning olim bandalari qo'rqadi deydi Alloh taolo Qur'onda. Mana tafakkur qilishlik maxluqotlar haqida insonni tasbihga olib boradigan ishonchli yo'l deb aytdik. Mana insonni miyasi haqida ozgina bir fikr qilaylik. Insonning miyasida 140 milliardga yaqin neyron hujayralar bor. 140 milliard. O'ylab ko'ringlar. Hali-haligacha ularning hammasini ishini, funksiyasini insonlar bilmaydi. Insonning miyasida joylashgan va ana shu nerv impulslarini o'tkazib turadigan, agar aytish mumkin bo'lsa, ingichka iplar bor. Aksonlar deyilar ekan. Bularning uzunligi 150-160 ming kilometrga teng ekan. O'ylab ko'ring-da, shu kichkinagina miyangizga shu narsa joylashgan. Mana shu 14 milliarddan ko'proq bo'lgan neyron hujayralarida xotirangiz bor, nutqingiz bor, ko'zingizni ko'rishi bor, tafakkur bor, eshitishingiz bor, mulohazangiz bor, hammasi shuning ichida. Ana shu 14 milliard hujayra bor yo'g'i bug'doyni donasichalik hajmga ega ekan. O'ylab ko'ringlar-da, subhanalloh deyishdan boshqa so'z qolmaydi tilingizga. Insonning jasadi ozuqalanishligi kerak, organizmga quvvat kerak. Ana shu organizm to'qimalari mayda qon tomirlari orqali, kapillarlar orqali ozuqasini oladi. Endi ko'zni shoh pardasi, u ham ozuqa olish kerak. Agar u ham qon orqali ozuqa oladigan bo'lsa, ko'zni ko'rishi xiralashib qoladi. Endi mana shu joyga kelganda ko'zni mana shu shoh pardasi to'g'ridan-to'g'ri shu kapillardan ozuqa olmasdan yonboshidagi a'zoni ozuqasidan tortar ekan. Subhanalloh deysizmi? Siz tirnog'ingizni o'sishini qarang. Bolangizni sekin-sekin bo'yi cho'zayotganligi, vazniga vazn qo'shilayotganligini qarang. Siz ozgina fikr qilib ko'radigan bo'lsangiz, subhanalloh deyishdan boshqa chorangiz qolmaydi. Sunallohillazi atqana kulla shay. Bu kimning ishi? Bu har bitta ishni puxta qilgan zot Alloh taoloning ishi. Ko'chada ketyapti, bir odam bog'da ketyapti, tog'da ketyapti, bir ilonga ko'zi tushdi. Ko'zi ilonni ko'rdi, darrov qo'rqib ketadimi? Yo'q. Ko'z orqali ma'lumot miyaga uzatiladi. Miya uni xatar ekanligini o'qiydi. Endi qarang, buni misoli nimaga o'xshaydi? Bir odam kasal bo'ldida,
laboratoriyaga borib turib analiz topshirdi. Analiz qog'ozlarini chiqarib berishdi. U o'qib ko'radi. Tushunadimi nima ekanligini uni? Tabib emas, tushunmaydi. Tabibga boradi, bu qog'ozni nima ekanligini o'qib tushuntirib beradigan tabib buni aytadi, mana kasal bo'libsiz deydi. Endi ko'z ham ko'rdi, miyaga bordi, miya o'qiydi. Miyada shu papka bor, ilon degan. Surat ko'rgan, har xil bir hodisa voqealarni eshitgan, birod ilon chaqib olgan degan, video roliklar ko'rgan, shu papka uyg'onadi. Va miya butun tanaga buyruq beradi. Bu qandaydir 1-2 sekund o'rtasida bo'layotgan narsa. Miya jasadga qanaqa komanda beradi? Qanaqa buyruq beradi? Pochka qonga gormon tashiydi. Yurak urishi tezlashadi. O'pka qattiqroq ishlaydi, shuning uchun nafas olish tezlashadi. Jigar shakar moddasini ko'proq ishlab chiqaradi. Qon mushaklarga, muskullarga kelish ko'payadi. Insonning rangi sarg'ayadi. Bu 1 sekund, yarim sekund o'rtasida bo'layotgan narsa. Bilasizmi, bir odam qo'rqib ketganda bir irg'ib 3 metr devordan o'tib ketgani bor. Yoki shunday bir ko'tara olmaydigan inson ko'tarib oladi, bolasini ustiga tushib qolsa. Nimadan? Mana shu insonning organizmida keragidan ortiq quvvat paydo bo'ladi shu paytda. O'shuning uchun bir g'ir o'tib ketdi. Yo bir kichkinaroq teshidan o'tib ketdi. Bo'lgan bu narsa. Keyin qarab turib aql olmaydi. Alloh taolo mana shunday quvvatni, mana shunday bir imkoniyatni qandaydir soniyalarda ichida berib qo'yadi. Subhanalloh deysizmi? Mana shu insonning miyasi, birodarlar, shu ma'lumotlarga qaraganda nima deymiz, bir chinidek miya bo'ladigan bo'lsa, uzuniga 16-17 sm bo'lar ekan, eniga 13,5-14,5 sm bo'lar ekan, vazni 900 gramdan 2 kilogacha bo'lar ekan. Shuni ichida shuncha ma'lumot bor. Yana bu nima qiladi? Rivojlanib turadi bu narsa. Birodarlar, biz Allohning mahluqotlari haqida fikr qilsak, o'zimizni jasadimiz haqida fikr qiladigan bo'lsak, subhanalloh deyishdan boshqa choramiz qolmaydi. Ma tara fi xalqir rahmani min tafawut. Alloh taoloni, Rahmonni yaratishida bironta tafovutni, nuqsonni ko'rmaysiz. Alloh taoloni hamma mahluqotlari, hamma yaratgan xalqi komil va mukammal. Shuning uchun birodarlar, biz Allohga tasbih aytishni xohlasak, Alloh taoloni har qanday ayb nuqsondan poklashni xohlasak, tasbih aytishligimiz kerak. Tasbih aytishimiz uchun biz mahluqotlar haqida fikr qilishimiz kerak. Valillahil asmaul husna fad'uhu biha. Alloh taoloning go'zal ismlari bordir, bas ular ila chorlanglar. As-subbuh, ko'p ulug'lanadigan, ko'p poklanadigan zot. O'zi Alloh taoloni poklashlikni Allohga keragi yo'q. Allohni poklash bizga kerak. Har qancha poklamaylik, mahluqotlar har qancha poklamasin, talab darajasida poklay olmaymiz. Bizni o'zimiz nuqsonli bo'lganimizdan keyin tasbihimiz ham nima bo'ladi? Nuqsonli bo'ladi. Insonning muammosi nimada? Allohni bor deb ishonib qo'yishligi oson. Alloh bor deb iymon keltirib qo'yishligi, kalima keltirib qo'yishligi oson. Insonning muammosi Allohni ulug'lashlikda. Astagfirullah. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Albatta u hayotlalik chog'ida, hayoti dunyoda ulug' Allohga iymon keltirmagan edi. Ya'ni Allohga iymon keltirdi, ishondi, lekin ulug' Robbisiga iymon keltirishligi zaif bo'ldi, Allohni ulug'lashligi sust bo'ldi. Mana iblis ham birodarlar Allohga borligiga iymon keltirgan. Xaloqtani min narin va xaloqtahu min tin deydi. Meni olovdan yaratding, uni Odam alayhisalom tuproqdan yaratding dedi. Ya'ni Rob ekanligini tan olyapti. Lekin buyrug'ini bajarishga kelgan paytda u kibr qildi. Demak, iymon keltirib qo'yishlikni o'zi bu kifoya emas ekan. Ana shu iymon keltirilgan Robbisini hukmini bajarishlikda qoyim bo'lishligi kerak. Iblis nima dedi? Qola anzirni ila yawmi yub'asun. Qayta tiriladigan kungacha meni o'ldirmagin. Qarang, Alloh taolo qayta tiriltirishiga ham iymoni bor. Alloh yaratganiga ham iymoni bor iblisni, lekin ulug'lashga kelganda, Allohning hukmini ulug'lashga kelganda nima qildi? Kibr qildi, osiylik qildi.
Agar aqlini yeb qo'ygan ozchilik odamlarni hisobga olmasangiz, odamlarning aksariyati Allohning borligiga iymon keltirgan, ishonadi. Ammo ana shu Allohning borligiga ishonganlarning muammosi Allohning hukmlariga bo'yin egishlikda.